Not a good day. Sakallı kim koyuş gerek? Alımlar mı, ulamalar mı, erkekler mi, kim değil? En yaxşısı o. En yaxşısı o. Albatta erkek uruğu sakal koyuş gerek. Biz görgen kitapta sakal koyuş sünneti muakkada dep turatdı. Birok azırgı alımlar vacip de otat. Doktor Zakir Naik vacip de otat sakallı. Vacip degen bileşip qanday hüküm şeriatta. Farzdan keyingile turuvchi hüküm. Farz meni vacipten ayırması, farzды жалган deseniz imandan çıkas. Kafir bolasiz. Ha vacipты жалган deseniz imandan çıkmaz, birok çoğun günahkar bolasiz da. Ha mayli sünnati muakkada bolsun. Sünnati muakkada degen vacipga жақын degeni. Sünnati muakkada degen bizning qirg'iz tilimen aytganda so'zsiz qo'ysin degeni. Sakal qo'yish uchun ilm shart emas. İlimli ular qo'yadi, Qur'onni o'qib bitsa qo'yadi, muxtasarda o'qib bitsa qo'yadi degan jeri yo'q. Alloh taolo sizni ko'rkam erkak qilib yaratdi, sakal qo'ying. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, oxirgi zamon yaqindaganda erkekka o'xshagan ayollar, ayolga o'xshagan erkaklar ko'payadi dedi-da. Erkek Xudo taolo bizni erkak qilib yaratsa, olib tashlab ayolga o'xshab qoldi da. Qirib, oyoq chaqirib, bu yoq chaqirib, esa o'zi chiqib olmayapti deb olalmaymiz. Xudo taolo erkak qilib yaratdi, erkakcha bo'lish kerak inson. Eng jo'nakay narsani qisqacha sizlarga aytib qo'yayin, sakalning muakkadaligini. Odam o'ladi. Tushunba? Kim qachon o'ladi Alloh o'zi biladi. Odam o'lganda, qabrga qo'yganda Allohning hukmi bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rsatiladi deydi. O'shal o'likka. Misol men o'lsam, qabrga qo'yadi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni Alloh taolo ko'rsatadi deydi. So'rov javobdan oldin. O'shal o'lgan o'lik kafanga o'ralib turgan o'lik Muhammad alayhisalomga o'xshaydi. O'xshasa Alloh berdi deydi. O'xshamasa Alloh urdi deydi. Ana sizga. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga o'xshasangiz Alloh berdi. So'rov javobingiz yengil bo'ladi. O'xshamaysiz bu Alloh urdi sizni. Kim qutqaraladi aytdi? Qiyomat qayımda bir insonning kunosi o'ta ko'p bo'ldi deydi. Kunosi ko'p, bir so'pqa beshga kiradigan narsasi yo'q. Allohdan hukm bo'lib, kunosi ko'plar qaqonat. Tozoqqa sudirib jo'nab tozoqqa yetganda Allohdan hukm bo'lib to'xtat dedi. Bir farishta to'xtat dedi. Nima uchun? Bu tozoq bo'ldi, kunosi ko'p bo'ldi, to'xtat deganda to'xtat dedi. Bu kunosi ko'p bo'ldi, o'shaning uchun tozoq olib keldi. Buni so'z yo'q. Emni sebepten to'xtatamiz dedi. O'tqirqitamiz buni dedi. Yo'q, to'xtat dedi. Nega? Saqalidagi ferishtalarning hurmatiga men uni kechirdim dedi-da. Saqalidagi ferishtalarning hurmatiga bir dang so'z yo'q bo'lsa ham kechirdim, 5 ga kirdi. Saqalning hurmatiga odam 5 ga kiradi, chinday ixlos bilan qo'ysa. Allohning roziligi uchun Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sunnati Allohu akbar deb qo'ydingizmi? Bo'ldi, bitdi. Şol o'zi yetishdi. Alloh taolo kimdir biriga ko'p saqal beradi, kimdir biriga oz qo'yadi, oz beradi. Bu saqal jarashish uchun qo'yib aytaman. Bu saqalni surdi bo'lish uchun qo'yib aytaman. Bu saqalni tamojni to'sbosin, milisa to'sbosin deb qo'yib aytaman. Allohning rozi Payg'ambar alayhisalom sunnati deb qo'yadi. Payg'ambar alayhisalom saqali qo'yib bo'lgan, ko'kragini jo'qoga tarafini to'sib turgan. Payg'ambar alayhisalom ummatsizmi? Payg'ambar alayhisalomga o'xshashga harakat qilinglar. Sidqi kelbetingiz o'xshasin, qilgan ishingiz o'xshasin, aytgan so'zingiz o'xshasin. Ali bor. Qachon bor? Ali bor. Qachon? Misol kimdir bir kishina qana bor, kimdir bir ko'p bor. Allohning bergani bu. Payg'ambar alayhisalom saqal jo'nda masala qilib bir sahobaning birli saqal borlar deydi-da. Payg'ambar qarab kuldi deydi. Kulsa u qalmoqda jultashadi deydi-da. Men juldingda Payg'ambar alayhisalom cho'shib ketdi deydi. Siz menga qarab kuldingiz. Men sana qarab kulgan yo'qman. Seni shu bir tala saqalingdan farishtalar tushib chiqayotganini ko'rib kuldim deganda. Bunda farishta bo'ladi inshaalloh. Alloh razı olsun. Sür uchun, ko'rinish uchun, ko'rk uchun qo'yib, üstüne qo'yib olib, qimab qilsangiz, u boshqa bo'ladi. Har bir ishni niyat etib, Allohning roziligi uchun. Saqal sunnat bir tutam. Bir tutamga yetish kerak. Yetkizib qo'yib o'yli, saqal qo'yib oldi degandan ko'ra qo'ydi deb o'ylamaydi, qiraversangiz bo'lmaydi.
Össün. Bir tutamız sünnet. Allah berdi koyun. Bunu biz köp yıl aldığından kılganmız. Biz çoğu nime kılabız da ilgeri namazda okup arkanı karasanız cık oksakallar cık sallasmayın oturat dedi. Bugünkü günde sallasanını hem tağılmayısın, sakalçanını hem tağılmayısın. Az. Az. Bitti ikide. Şunun arkanında karasan cık sallasan dedi. Cık sakalçan dedi. Şuna buruluşun menen kursan bolattın da. Bugünkü günde sallasan hem yok, sakalçan hem yok. Az da. Köpeyingizler. Allah'ın razılığı için koyun. Yaş şart demesin. Sakallı kırganlar cevap verir. O yakça, bir yakça kırganlar cevap verir. Moylodu kıskartış gerek. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbi ve bihamdike. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bi rahmetike ya rahmetullah. Allah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.